Ko'pchilik mendan so'rayapti. 5000 pulim bor, nima qilay? 10000 pulim bor, nima qilsam bo'ladi deb. To'xtang, bu savol noto'g'ri. Hozir men sizlarga haqiqatni aytaman. Hech kimdan maslahat so'ramang. Chunki har kim o'zini krugazo'ridan kelib chiqib maslahat beradi. Ko'chadagi alkashdan $5000 pulim bor, nima qilay deb so'rasangiz, aptekadan spirt olib, suv qo'shib aroq qilib sotamiz deydi. Nimaga? Chunki u shu narsani biladi. Pulingiz bo'lgani yaxshi, lekin savolni puldan boshlamang. Savolni oldin o'zingizga bering. Men nimaga qiziqaman? Nimani yaxshi qila olaman? Nimani yaxshi sota olaman? Qaysi ishni qilsam charchamayman, zerikmayman. Kerak bo'lsa 24 soat ham ishlay olaman. Agar siz shu savollarga javob topsangiz, siz o'zingiz ishingizni topgan bo'lasiz. Biznesdan maqsad boy bo'lish, to'g'rimi? Lekin hech kim bir kunda boy bo'lib qola olmaydi. Agar biznes qilib qayerdadir qoqilsangiz va bu sizni ishingizdan to'xtatsa, demak bu ish sizniki emas. Pul topish uchun yotib olib ibodat qilishingiz ham shart emas. Lekin baraka ibodat orqali keladi. Mingsim ham barakali bo'lsa, juda ham katta ishlar qilib olasiz. Ko'pchilik aytadi, peshanangga yozilgan rizqdan ortig'ini ham, kamini ham topa olmaysan deb. Lekin siz harakat qilmasangiz, hozirgi holatingizda qolib ketasiz. Agar siz hech qayerda ishlamasangiz, nimadan ishni boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz, tijorat qiling. Bekorga yetishmagan rizqni 10dan 9i tijoratdadir. O'shancha qo'lingizda turgan pulni birovning gapiga kirib yo'qotishni xohlamasangiz, o'zingiz qila oladigan ishdan boshlang.